Ko'porimni jo'xorini hozir mana o'rib olindi. Endi shu albatta qo'lda yasalgan bu. Qo'lda tomonidan. Harakat qilyapti. Maydalashimizdan maqsad hozir buni ko'rsatamiz davomini. Maxsus qoplarga silis sifatida qoplab saqlash uchun hozir tayyorlanib maydalanyapti. Mana qopga mos kelishdi. Mana shu qopga qoplanadi. Saydamadaga bu qopning o'lchami necha? Razmeri qopni. Qopning razmeri aytavering. Qopning razmeri necha? O'lchamaganman. Qopdalagi mana. Necha? Hozir ko'ramiz. 1.60, 1.55. 1.55 eni 1 metrdan 1 metr atrofida. 1 metrga 1.55. Benadan chiqqan ekstra topganlar bundan. Shuni ko'ring. Mana Mahmudda krishkasi ham bor-da. Bo'ldi, tushunarli. Bizda denan qopi deyiladi. Shunga qoplaymiz. Bunga o'rtacha qancha ketadi? 100 kilo atrofida ketadi, namligiga qarab. 100 kilo atrofida ketadi. Qo'shaymi? Buni borib, qayerga bir narsa bog'lab qo'ysak bo'ladi. O'sha qatligida Mana endi bir mo'ljallan bir 12 metr kvadrat joyda o'rib olindi. O'sha maxsus qo'l bola maydalagich maydalandi. tuzni bossangiz bir xil aralashtiramiz. Endi maydalangandan keyin mana uni bundan oldingi videoda aytib o'tganimizdek o'lchami 1,5 metr bo'lgan qopga solinib asta-asta buni preslanadi. Nasib qilsa bundan bir aralashtirib olish kerak-da. bir oylardan keyin biz ushbu xonadonda yana kichkina tush tomorqa yer egalari uchun kichkina bir seminar chaqiramiz. O'sha seminarda buni endi shu bir oy mobaynida o'sha saqlanish jarayonini ko'ramiz. Hozir bu qopda tayyorlangandan keyin oxiri qanaqa yopiladi qop, qanaqa saqlanadi, ulardan boshlab ko'rsatib o'tamiz. Shunaqa savol bosish kerak. Mana boya aytganimizdek shu 12 metr kvadrat joydan o'rib olingandi. Mana hozir qoplandi maydalangandan keyin. Shu maydalangani ham baribir. Salkam. Yarim qop bo'ladimi qolgani Saydoxo'jaga? Yo'q, yarim qop bo'lmaydi. 3dan biri qopni. Qopni 3dan biri. Mana 3dan biri to'ladi. Mana bir qop tayyor bo'ldi. Taxminan og'irligi 70 kilogramm dedim. Qo'l bilan iloji boricha oyoq bilan ham hattoki orada yaxshilab preslab solindi. Qopni og'zi bog'lanib yopilib, mana teskari qilib qo'ydi. Endi 21 kunda shu molga sili sifati berish uchun tayyor bo'ladi. Yog'och qaynab.
Nega buni aytyapmiz? Hozir mana 70 bo'lsa, Jammanchoplardan so'tlar, o yeshil. mana yerda qolganini bir Akam buning ichida 3dan biri dani yo'q. bo'lsa, agar 20 kilo, 25 kilo mo'ljallasak, Buning ichida 12 metr kvadrat joy. Mayli 15 deylik, 15 metr kvadrat joydan olingan bitta o'rimda 100 kilo maydalangan sivas. Bundan oldin videoda aytib o'tganimizda bu yerda ko'chat qalinligi ancha yuqori bo'lib ketgan, shuni hisobiga poyalari ingichka bo'lib qolgan deyilyapti. Agar seroqroq ekilganda hosillarda bundan ham yuqori bo'lishi mumkin.